Şehirdimu yaşap bakay dep oyla Gece gündüz başka durup ilanlar Oktu yollar mangdı şehir nişanlar Gece gündüz başka durup ilanlar Planlar koptu yollar mangdı şehir nişanlar Efsusuni qanda qismet derki Lekin onun ko'ngli xush bu safardi Azap şadlık bir qo'shmaqtur hayotda Shaharda u teni qanda yasharki Azap şadlık bir qo'shmaqtur hayotda Shaharda u teni qanda yasharki Şehirge mangdık biz, vay mangdık biz Şiş yolvaz hoş mu sen, vay hoş mu sen Biz şehirge mangdık biz, vay mangdık biz Al boyuna hoş mu sen, vay hoş mu sen Hoşal oldun vay al boyuna Şehirge bağında bakçı girip nemini görmez Sen de yolvazını görer mi? Bu adamның ismi To'xti, laqimi Yo'lvoz. Gerçi bu adamның turqidan Yo'lvozdek sir hayvat chiqib turmisimu, kishilar uningga yanali Yo'lvoz deb laqam qo'yadi. Sabab uning Yo'lvozning rasmini chizishga haddidan ziyoda amroq bo'lganligi. Bu odam yo'q. Biz uni yanala To'xti Yo'lvoz deb ataymiz. Bu To'xti Yo'lvoz xafa bo'lsa-mu yoki xo'shallansimi, kichik zerkish his qilsa-mu Yo'lvozning rasmini chizadi. Navoda siz uning uyiga kirib qolgandek bo'lsangiz, hamma tomlarga Yo'lvozning cho'ng kichik rasmlarini chizib choplayotganligini ko'rasiz. U hatto xotin bolalarining ismini atamay, ayolini "Hey, Yo'lvoz", o'g'lini "Hey, Olabo'ynoq Yo'lvoz" deb chaqirishga odatlangan. U Takmakonning bo'ylaridagi ma'lum bir yezi tug'ilib o'sgan dehqon bo'lib, u shu yoshga kirguncha shahar deganning qarisini ko'rib boqmagan. U boshqalarning shahar degan o'ndoq esil, o'ndoq fayzi degandek maqtashlarini to'liq anglamaganmi, to'satning kallasida shahar ko'rish va shahar yashash istagi tug'ilib qoldi. Va bu istak bara-bara ishtiyoqqa aylanib, o'ladigan jonga yashayveramdi sahroda degunicha tavakkul kamirni ching bog'lab, xotin bolalarini elib shaharga qarab yo'lga chiqdi. Bizning hikoyamiz mana shu To'xti Yo'lvozning shaharga kirishidan boshlandi. Oy, qanday degan mashina qaysiqda? Nima bir aka, dak barsa, men seni olib qo'yay, ha? Akam, bizlar bu shaharga faqat buncha qaytim kelishimizligini, nega berib, nega turishimizni tasavvuf qilmayapmiz hozir. Endi unda bo'lsa, mehmonxonaga olib qo'yay, bo'lamdi, ha? Mehmonxonaga? Ha. Ha, bo'pti.
Buguncha ash mehmonxonaga yedim yetib tursak, yetib turayli. Biroq bir menga jiq bo'lib ketasan ekan, ukam. Sen buninglar mashina ichida hukumat bekitmaga pul hisob turishpa. Qancha pullik bo'lgan bo'lsa shuni pul olma. Ha? Meni mashina chiqmalar. Ay, to'g'ri qilmay. Ya chiqayli, ya chiqmayli. Gachchiga bir gap qilib bo'lmabmi? Bo'pti. Atayni bir shay kelgan ekan. Buningga chiqsaqmi, biz chiqib ko'rib boqaylik. Shundami? Chiqib olib o'yna. Ay, to'xtangda. Öpkemey. Bu düşman konqaysak şurada. Yani eydep apırıp, aptuzdan astıqla ekirmez sayıyla. Qoğumuzda undaq bo'lmaydi. Daim taqılsan. Başını tutsan. Daim taqılsan. Bismillahirrahmanirrahim. Çıqa alıp oyna. Çumotta cumu. Maqul. Eydep fikir maşinanla. Ay. Avu. Ay işkili çumu yetmalı cumu. Oldu. Evet. Qandaga? Chiroyliqkan. Chiroyliqkan. Dada, öylegi qarğına nimdigan yigiz. Ras igiz o'ygan juma bu. Chulvas. Ha? Qara. Oyoq qara. Suv degan bir yoq oqqanni ko'rgan. Bu suv osmonga tikla etlib chiqyapti-da. Qara, ayna. Voy to'xtaqot. Suv degan o'zligidan osmonga etilib chiqamda. Meningcha, suv chiqayotgan yerning tagida bizga ko'rinmaydigan nurg'un odamlar yo'shirinib bilib, osmonga qaratib, to'xtamay suv chechyotamdikin deyman. Bana ahmaq. Bu odamni chasi, unda chiroyli chachalamdi suvni. Voy, bizning maldigaligi Tudishon degan tilsimat sho'qishmadi bu. Menday qandi bu odam. Shundami ya? Shunda. Tova. Voy bir qatim kelganda qilyotdik. Yana kelib qoldik abi yaga. O'xshaydi. Farqidamiga o'xshaylar. Ma'qul. Aka. Mehmonxonaga keldik. Shu. Jamil. Bu yatak kaga o'xshamamda. Mana bu shahrimizga eng eski yatak. Bo'pti. Ma kirayini hisobini berib o'zimning hatta ishini qilaman. 35 so'm bo'pti. 35 so'm? Ha. Voy. Abi yaptın bu. Hiç qancha pul ketmaydi deyapsizga. O'chaqdiga shundoq degan buningga amal yo'q. Hukumatning ko'rsatgan bas shu tursa, jiqqani aylandiq emas. To'xtaqot. Bundaq aslini qilmanglar. Bundaq insil igiz o'yini shunday ko'rib boqmagan bo'g'iydilar. Bundaq yani ko'rmizda xiyolimizni keltirib boqmagan chaqsan bo'linglar. Ichiga kirib ko'rib boqaylik. Meni ko'rib kelib ketadi. Ma'qul. Bo'linglar deymi? Bo'pti. Bu birni menga muvaqqal ber. Birni ekan bu. O'sha 30 so'mni to'laganimga razı ekanman.
Bo'ldi, razı bo'lib ketsak, ha? Oy, to'xta. Ha? Bizni vaqo sen. Ha, yataqqa ekrab, menda uyg'lashtirib qo'y. Chataq yo'q, da kirib qo'yay. Mana, ha, mana. Mush qiz yataqqa belak kesdi. Yaxshimisiz, sizlarga 2 kishilik yotoq kerakmi? Nima? Nima dedingiz? Sizlarga 2 kishilik yotoq kerakmi, deyapman. Mavo ikimiz xotin. Mavo meniki bo'ynoq o'g'lim. Buni bildim. Mehmonxonamizning eng arzon yotog'i 150 so'm. Oho! Nimada qimmat bu yotoq? Bu degan eng tuvan baho. Boshqa mehmonxonaga borsanglar 300 so'mdan 500 so'mgacha pul to'lab yotsizlar. Buningga unimisanlar ko'chada yotsanglar bo'ladi shu. To'xtaxon. Pulni chasdan beribsinglar, talada qolmaydi yana. Bo'linglar. Raz, talada qolmaydi yana. Mana. Mana kel. Kelin. Mana bu talon, yatağınlar 10-cu qavatda. Bu yatağınlarning ostiga. Qoch. Rahmat bo'ladi. Rahmat kel. Maya tarafdagi. Rahmat olsun. Yol var. Bu öyle doğru sanap mağan sen. Vay doğru tanıdım. Hem de dedi 5'e çıktık dediler. 5? Ha. Şöyle alıp oynak şu. Hem de taraf 5'e çıktık. Ben seni bu taraf 5'e çıkıp bulamayla okşayma. Bana üzülmem. Yol var. Bir ezip gitme, bir doğru sanap çıkansa. Vay doğru tanıdım. Muşu del 10. Ha, bu sen. Vay. Yol var. Sen bana malın numuru qarab. Berip öğün tepilemem. Ama bizden arme pırayı. Bula. Sile? Alem ana. Nima da qarab turdi ya? Mamman sayatırıp gel. Nimi degen igiz öy bu? Boynak. Sen bağı. Meyadıma somku qarab. Kim otta? Kima? Otur. Mani qo'limni tutdi. Men atrab ko'ra bada aylanib qarab kelay ya. Dodo. Ha? Men qo'rqma. Nima? Nimadan qo'rqsa? Ey, sen degan akaga lo'ssan, qo'rqamsa, jim o'ta. Hozir kelma. Tova. Cepiriş kime bu?
Xudayım tova. Ya alamet, ya karamet. Bu adamın közde küçük bir öyle. Bir munca adam kirip, bir munca adam çıkadı da. Bu kadar işlemde. Tova. Uy. Şolas! Mayaklar bula! Bula çakkan bula! Bula sök! Bula! Vay saat neymiş oldu elime de sert bakırayla. Bakırgan avazları ögüzünü teşvit değil dep kaldı. Bundak vakırap kettirek saat neymiş olgan de, ha? Korkup kettim deyme! Öğün taptın mı? Yok. Şunun gibi osmanlı yeri betkidek vakırap ketken nerede ba? Bu şu... Neyini çeştem? Aras qara. Bekle. Qara. Ma kichikkin bir oyunun chiqog'i, yop yosh bir qiz bola yigit g'ib bir kirib ketib, birdamdan keldi, maqchib qolgan qara bir boy bilan mumay chiqadi qara. Iliq bizning malika tudishan degan tulsimat degan, mush o'xshamamda xotona mush va. Yalgan hajab qamlashtiriladi masala. Nerede to'qib chiqilib bundak gapni? Ma o'zim ko'rgan tursam, ko'zim bilan mana ayna kirib ketdimda. Ha, rostmi, yolg'onmi? Men bir kirib chiqay, ya? Estağfurullah. To'xtab tur, chiqib olat. Yog'och quloq. Kirma desam kirib ketdim. O'zingimi qilding, mangmi qilding? Mo'may olab chiqsam, seni opa deb yurishing o'rdi bo'lmasa, o'zib chiqmaydigan bo'lsam, pachiqni chiqirdim. To'xtab tur. Sen degan mana endi bo'ldimi? Kirmayapsam unumay, mo'mayga o'zgarib chiqaman ha. Astagfirullah. Xo'p bo'ldim endi. Qaysi yuzim bilan seni xotinim deb yuraman desina? Astagfirullah. To'nimaydigan odam bilan mung'ishib ketgan ekan. Gaplar, qaysi meni xotinim? Oljib pagan o'xshamamdi bu odam. To'nimas bo'lib olib ya o'zidanki irine. Baptila. O qirib jaddal bo'lib qolgan tursa, nima qilaman xotinim deb yurib. Endi sha kelgan ekan. Shada neni chiroyli qizlar turmamda. Ashulardan birani alam bo'lsa. Hey. Huy. To'xtaxon. Osmondagi g'azning sho'rtisi manchilab yeb o'tag'an o'xshamamlar? Sen kim? Alvastımı sehrgarımı? Bereket. Bereket değil mi? Söylemizler. Çakçaklama koydular. Ben kandak mı? Alvastı bolay. Andaqda sen kim? Mening xotinim degan alla burun mo'mayga o'zgarib bo'lgan tursa,
Ya xotinimning qiyofati kirib menga tegib olmoqchimi ekan? Ammayman. Erkak, ammayman. Voy ahmoq yo'lbasaxon, men degan sizning tishi yo'lboslar bo'laman. Bu uychi qarslar odam o'zgartiradigan uy emaskan. Buning ichiga kirgan odamni lekkida ustiga chiqib, shapida pastga tushib qo'yadigan sirliq uy ekan. Rostmi? Rost. Sen mening xotinimmi? Ha. Rasıl tish yo'lsin? Voy Endi yurgim joyiga tushdi emasmi? Men dedim boshqa bir xiyolini qilib ay, bolalar, demayli qo'yay. Juda xotin. Mana endi. Qanda degan gap bor. Bu xalqning xati. Bizning mahallikining xatiga o'xshamaydi-ku. Ya, o'quvni olmagan. Ya, aniq emas. Xuddi to'g'ning putidek, eshikning quruqidek. Faqatlaydim to'nig'ini olmaydi ekan bu xalqni. Qanda degan. Qandaq yo'lvas. Erkak yo'lvas degan bor-ku. Yangi erkak yo'lvas. Sen aytgan yoq izlab topamga yataqnog'u. Men kelib topdim ana qandaq. Voy? O ishga uchib qo'yapti-ya bular. Voy. O'g'il kiriz qandaq qildi-ki bu qisqirishlar. Ras. O'g'il kirgan bo'lmasa yana. Ya. Vah. Nima degan esil uy va? Asli kattikan. Qandaq yo'lvas. Pul degan bog'a qo'ldan kir. 450 so'mni xajliginimga borg'u. Razda. Buningdan keyin bunda uyda yata olamdim, yatamabdi. Xudoy bilsa. Belli. Mana endi erkak yo'lbosdek gap qoldinglarmi? Ha? Men boya bilgandim o'g'ri kirdi deb. Ras, sen bu yerda olgan bir narsami yo'q? Asta chiqib ketsam bo'larmikan? Bo'lmasa, albanas kaltaknalar kaltak. Nima deydi bu? Bu yatakda meni tursa, o'g'ri degan o'zim chiqa yatakdan. Men bog'u unchalik ishni uqmaydigan molla pok yo'lvos emas. Ishonmaysan? Mana. Ko'raman ana. 10 degan xat bor. Ma 10 degan xatni to'ngansan? Bayqush, bu degan ma'qu 10-qavat degan gap. Nima? Unda emas-da? Shundoq, ahmoq, qaraganda tafsilroq qaramabsan-da. Onun keyinlik sanığı to'ngansan, ha? Dondim. İşte qilamdi nima? Belli. Senin yatağın mağı 10. qavat 3. numaralı uy. Endi o bilgensen. Bildi. Hey, demek anlık kaldın. Yine bildin mi? Ben tep vereyim ya, ha? Endi shu tapanishimga mumkin de. Tep berma deb qolsingizmi? Mayli bo'lmasa. Jurala, emzime hep çıkıp koyay. Rahmat. Bana al boynak. Bana tish yo'lasin, bana. Yatağına afiyette. Ne gözük değil. Bana yatağına. Bu dur.
Şehirlikning ochiqchi. Bizning ochiqchiga o'xshamaydi-ku bu. Akını başlı. Oy. Rahmat. Kira bo'ynoq. Mana. Ha. Dada, Ha? siz vatqanan kişi yolvasmı, erkek yolvasmı? Buçu, erkek yolvasmı emas, kishi yolvasmı emas. Nah, alı boyna. Ben kendimde. Şundan. Nah, taptım onu. Amca, ben bayattan bu erkek yolvasmı dep sorsam, sen yok dep cevap verdin o. Nima? Shunda dedimi? To'g'ri. Sen bana kichik bo'lgandan keyin erkakmi kirmaysa, kishiga kirmaysa, shunga shunda deb javob berdim. Tushundingmi? Tushundim. Voy to'xtaxon, bu yerga kelinglar. Ha? Bu yerda bir uy bor ekan, ko'rib yiqinglar. Nima? Voy, bu yerda bir uy bor ekan, ko'rib yiqinglar deyman. Chapsan bo'linglar. Al bo'ynoq, ma'noda aytishmay turjuma? Qaniysa? Ha. Ma uyga qaranglar. Ha. Nima edi bu? Oshxona o'xshamanda. Oy, oshxona bo'lsa qazon qo'mishlar qaniysa. Nima edi bu? Men tasavvur qilmadim juma. Cho'qim hojatxona bo'lishi mumkin. Shaharliklarning hojatxonasini uyning ichida bo'ladi deb anglagandim. Meningcha cho'qim hojatxona bu. Hojatxona? Ha, obdan qarab bakmamsizlar. Acaba obda ismi saldan. Bayman yolvasızma deb nima ishni unutib qoldimki desam, o'sha hojatxona qilgan bir ishimni unutib qoldim ha. Ey, bu rostla hojatxonamidi ya? Voy, o'zingni obdan qarab bakmamsizlar. Mana. Bu o'ttirmada o potaydek birimiz tursa, nerede o'ttirdi? Unam. Oy, uni buni devermey, ichiga kirib bir amalini qilib bakmamlar. İştahı chiqib ketmasa yana. Nari degan gaplarni qara. Bo'pti. Bir kirib baqay. Tangmo otdi. Bu isli ödeyotqanға ya mümküz qulaqmo chiqmadi. 150 so'mdan yetiverse taqmı to'shmaydi bu yerda. Ajab bir ichim siqildi ya. Astagfirullah. Olib o'ynoq. Ha. Shu yo'lbassizmisam, ich pushug'im chiqmaydi o'xshaydi. Oqshom mayadimi yo'lbassizgan deptani ne gapirib etdim? O'zing oqshom yonchug'imga selib olding-ku. Yanchoq? Yanchoqimda baken. İşte. İçim üşemay. Neyim sesqchilik bu, suni tushirib atmabsizlar-ku. Su? Ha. Bu
Qanday tushiradi? Yandagi tutqishni bo'rsingizni tushmamdi. Buni kichik bolami biladi. Nega tushudandin u? Pastga tushmamdi. U. Tez tushsa, xalqning beshiga tushib ketmamdi u. Nima degan meynachilik bu? Qiziq odamkina bu. Bugun akşam yotamsizlar, yotmamsizlar. Bugunmi? Bo'ldi. Bo'ldi, yatmaymiz. Chiqdi biz bo'ldi. Ey, tushilmas. Ha? Qo'para o'rnimda ko'tiraman, bishmanda bo'la. Mana bo'ynaqman. Bulang. Biz qaytaylik. Tushilmas. Kemmayli. Ma shaharga kemmayli desam, unimaysizlar. Mana endi xo'p bo'ldimi? Ha? Endi nega berib, nega turishimizni bilmasak. Ma shaharda yabra urug' tuqqanlarimiz bo'lmasa, endi mush ko'chada qilib o'ladigan o'xshaymiz. Pulu atıldı mıqnava. Iş olmaz. Ademnin xiyal qiyini qo'yab. Men hozir qayandan kelib, qayan ketyapmiz. Chiqmay olsam, shu tapda. Çekiler tamakini koycan. Ka. Bu yerda o'tirib qolibsiz-ku. Shu. Endi shu mana avvallar obrazlar. Shu shak kelgan. Shu mana shani ko'rib mana. Onda emas-ku. Bu yerga tunji qitib kelishinglarmi? Shundaq. Bizning bu shaharga tunji qitim kelishimiz bo'g'ashqa qarslar. Mushu nega berib, nada turishimizni zodil bilinmay, gangratli qoldik bizlar. Qanday qilishimizni bilinmayotimiz. Aka, qarsam sizlar sal aqlingil odamdek turlar. Sizga bir yo'l ko'rsatmanlar. Sizlar bu shaharda qilib qolmoqchimi yoki yurtinglar ketamizlar? Shu bira ishning bir ibo bo'lib qolsa, qilib qolsaqmi bo'ladi. Undaq bo'lsa, men bilamayman. Shahar deganda ish ko'p. Sizlar yosh bo'lgandan jininglarni jon etib ketalaysizlar. Mening qo'shnimningki ijaraga beradigan bir egizlik uy bor. Men avval sizlarni shu yerga o'rinlashtirib qo'yay. Uningdan keyin ish izlaydigan ishni qilsak qilamiz. Qanday? Bo'lamda? Bu rasmo ya. Mushu turqum bilan yolg'on gap qilamdi. Ha. Rahmat. Shu var. Daim bizga bir Xizrni yo'lib turding nima? Ha? Rahmat. Abisi mangayli. Mang'il. Mang'il. Rahmat. Hep kaldım. Mushu işi. Kelam. Ko'raman. Mana mushu. Narsalarning hammasi tayyor. İşletsanglar, ishlatasizlar. İşletmasanglar, ep chiqarsanglar bo'ladi. Ma'qul. Uyni ko'rdinglar. Hamma narsa to'liqkan. Agar kam narsalar bo'lsa, menga desanglar, men sizlarga yordam qilaman. Yana texe tomoq etidan ochiqmi tayyor ekan. Shunday ekan. Bu o'choqninki nariga o't qalaymiz endi? O't qalamaymiz. Bu yoqqa to'lg'isanglar o't yonadi. Bu yoqqa to'lg'isanglar o'chidi. Mana ma'u tarafga qozonni assizlar. Karometken. Bu bir tılsıma to'xshamda. O't tugmaydigan o'choq ekanda. Hey, tugaydi. Tugisi ma'u gaz qashilaydigan gap.
Bo'ldi. Bu ishlarni bara tushunib olasizlar. Bugundan boshlab bu uy sizlarga o'tdi. Singlim, siz bu uylarni birer qurib yig'ishtirib turing. Men eringizni boshlab chiqib, birer ish qiladiganning amalini qilayli. Rahmat sizlarga. Bizda yanmasa, Xudoyimda yana, Xudoyimdan. Hech qisi yo'q. Mening bir o'g'lim shaharlik muhit asrash idorasining boshlig'i, ismi Shavkat. Sen meni avatdi deb uning qishiq bosang, seni obdan bir ishga o'rlashtirib qo'ydi. Men ashani topolmay qolamanmi-ki? Orliqmi, ajraq emas. Undaqda men seni o'zimni boshlab opiray. Jira. Ma'qul, rahmat. Rahmat. Maqamsa. Mana mush idora shu. Sen kirivegin. Men ketay, ha? Chikkeli, mada birga kirsak bo'lmasmi? Birga kirsak o yaxshi bo'ladi. Biroq igiz binoga chiqsam, mening ma'vo beshim deyib chiqadi. Men kitsam topaolamanmi odamni? Topalaysan. Topolmasang boshqalardan so'rmamsan. So'rsang deb birdi. Ma'qul. Meni qanday ish qilsalar? Seni ular o'zining boshqarish doirasidagi ishlarga chilishi mumkin. Masalan, ko'cha tozlaydigan, binoning ichini tozlaydigan ishlarga o'rlashtirib qo'yish mumkin. Agar bu ishlar ko'nglimga yoqmasa, boshqa yerda ish topsam bo'ladi emasmi? Mening ko'nglimga yoqdi. Mening mushu jinimni boqadiganlar ish bo'lsa, men avvalqa hojatxona tozasammi, mayli bo'laverdi. O'g'il bo'lib gap qilding. Anda o'zi men kiraverayim sen. Kiraver. Ma'qul. Sen kiraver. Xo'sh ketdi. Ma'qul, kiraver. Ma'qul. Elqi shu boshliqning ishxonasi qaysi uyning ustida? Nima? Nima dedingiz? Elqi boshliqning ishxonasi qaysi uyning ustida dedim. Qaysi uyning ustida emas, qanchinchi qavatda? Rasos. Qanchinchi qavatda? 5-qavatda. Rahmat. Rahmat sizga. Arzimaydi. Endi bu to'g'ri chiqqandimi? Bu adash. Ma qanchinchi qavat? 6-qavat. Astag'firullah. Yana bir qavat ustiga chiqibdi-da. Tushay. Acha? Kim sening achanka? Aynakka qarab yiqib gap qilar. Bu chashqan bir kalla saram. Tov.
Xudoyim. Qiziq odamlar ekan ha. Singlim, Ha? Acayip bir kızık gap qilib attınız-ku. Men degan sizning oqingizdek odam tursa. bu yer adamlar üzdün çoğuntusu mu? Singlim demisi xablaydı ekan şu. Şu singlimni xablab ketmasin deb shunday dedim shu. Ha? Mundaqda. Nima ishing bor de? Belki ma idaranınki başlığını izlep kelgan. İşxonasi nerede ekan deb so'rab baqay deb. Udul meni yandagi ishxonaga kirsangiz bo'ladi. Yandikmi? Ha, ma'qul endi. Arzimaydi. Rahmat sizga. Xudoyim. O başlıqning ishxonasini topmoq. Ajab bir tasqina. Tevekkül qilib mushukni bir chek baqay. Bir chiqib qolsa, yana bir so'rab baqaman. Bo'lmasa, ketaman. Kiram, ish ko'choq. Elqi, başlıqning ishxonasi qaysi ekan? Qaysi boshliqning ishxonasi? Elqi, nima İsim kim ya? To'g'ri. Elqi Shoib boshliqning. Shoib? Bu binada Shoib ismli boshliq yo'q. Bu qiziq shunday. Shoibning ishxonasi mushu binoda deb Elqi Mahmudkam mushundaq deganda bu Mahmudkam yolg'on gap qildimi nima? Mahmudkam dedingizmi? Shunda, o'g'lim Shoib mushad ishlaydi degan Mahmudkam. Shoib emas, Shavkat degan ekan. Shavkat? Shoib, Shavkat. To'g'ri. Makalvaligimni. Zat, Shavkat degan Shavkat. Almashtirib qo'yibdi-mi? Almashtirib. Qarang sizni. O'zingiz kim bo'lasiz? Men Elqi Rasul. Mening etim To'xti Yo'lbars. Yeshim 40 yosh. Mahallamning ismi. Bo'ldi. Tushundim. Hali texnik odam telefonni to'lashtirgan, ish izlab kelgan sizgansizda. Yo'q, hazrat. Shoib boshliq. Shavkat. Sizni izlab yo'q. Sizning ishxonangizni izlab topmoq ajab tasmi? Qani o'tirib so'zlashaylik. Charchab ketgansiz aqcha. Charchamandilar. Charchab xuddi. Xo'sh. Endi o'z gapimiz kelaylik. Aslida bizning idoramizga sirtdan ishchi qabul qilmaydiq. Dadam ovoz qilgan bo'g'ashqa telefonni rad qilmay qoldim. Bizning bir xizmatchimiz og'rib qolib ishga kelmayotdi. O mushu binoning tozaliq ishlarini qilatdi. Siz shuning o'rnida ishlab turing. Agar xizmatda astoydil bo'lib, berilgan vazifalarning uddasidan to'liq chiqsangiz, biz sizga to'xtamliq ishlar qatorida muomala qilamiz. Gapimni tushungansiz? Biroq men nima ish qilaman? Men sizga dedim-ku, mushqaratning tozaliq ishlarini qilasiz. Sizning bu bilan tayinligingiz ekan, elim yaxshi dadamga yo'liqib qolsiz. Bo'lmasa u yoqdan kelib, bu yoqdan ish topmoq ta'sirchi bu yerda. Shunday. Shuni men sizga ko'p rahmat deyman. Rahmat. Ada bo'lsa men chiqay. Ma'qul. Siz oldi bilan tozaliqni o'zingizdan boshlang. Uqdingizmi? Erta deganda soqol burtlaringizni poykiz elib, rat kiyinib, ishga kelib, Ma'qul. Ishga kelganda sizga xizmat kiyimi qilib beramiz. Rahmat. Mening shu kiyimimning tuzlik bir tayini yo'q-da. Rahmat sizga, rahmat. Men chiqay. Ma'qul. Xo'shamisa? Ma'qul. Xo'sh.
Okşaptım ha. O'xshidi. Ey! Şolvas! Doğmamızı deyme, ma xizmet vaqt to'shab ketdi. Mana hozir. Qazini bir qashang, uchugi chiqqan layg'azal bir xotinmi nima bu? Necha burun sezmabkanmi? Mana ha. Kosina bola. Ey! Namanda qiziq bu osh. Voy, suiqash degancha mushunda qiziq bo'ladi. Sizlar bir bu vaqt bo'lmasanglar ya, so'yitib pulab ichadigan. Bir amalim qilib ichinglar. Ha, bo'ynaqni. Ayca. Zeytinler, ben evde. Allahu Ekber. Sana içki menla içki. Şeref menla. Ne takat çıkmalar ha? Çıkmalar. Bilet ilanglar, bilet tamahalla bilet ilanglar, bilet ilanglar. Naik var. Yılgı idaram var. İdaranız nerede? Şu idaramda? Şu idaranız nerede? Şu idaramda? Taptım. Muşlumdan keyin 3 to'xtashdan keyin sen bo'ldi. Mudassa. Mana. Sen. Bilet ilanglar, ha bilet tamahalla. Naik var. Ay, kaçtın bana. Uy. Ben şu kala bilsinlarını göstermişler. Kimdan bilet oldu ki? Kimdan bilet oldu ha? Mana. Ay, ne bilsin Mana ma bilet birdan. Tamam. Bilet. Ya şurada. Ben size. Şu ben bağlı. Voy, to'xtaqon. Shu bir necha kun bo'la bo'lmaylar, kechikib qolibsiz-ku. Şu haliqi bir haftaga chiqqan xato chiqib qolibmi? U haftada yana bir haftaga chiqib, uningdan tushib, bundaqa odamdan urab, bundaqa odam menga deb turib, anaqdan keyin keldim. Ha, bo'ldi. Chiqib ishlayvering. Bundan keyin bunday qishlar ko'rinmasin, ha? Ma'qul. Akşam akarak bilen kızlar akla arlattırıp gitsin. İşim kapak o gitti. Hey, to'xtab qo'y. Kechikib qoldingmi bu? Ha?
Aslında bizden baldır kelep, işgalan tazlap çizse kılıççılar gerekti. Karganı batnalı yotkanda çıkamaptı da, ha? Ya, anlamaz. Biz qanday? Bu, manda. Öyle ki, bugün Abduzga hata bırakıptı be. Şunun şu, oy, ertegen de rakış kim bizler? Arak? Ha? To'g'ri. Bo'yliq mineral markalı arak. To'g'ri. Qanday shu? Acımıcı iş bo'lsa, qanday sizin bir iş qo'yapsiz ya? Ya. Ben ezelden bu arak çıkmağın. Bu arakını zerdimi açık dep anlayayım ha? Bu arak yok qara. Öz açık bo'lgani bilan kayfi alamet tatlı. Sen bilen işlegide hali vaqt bo'lib qoldi. Mana birdan yerimda mons bo'ltamam doq. İçe. Bunu Çek, olmaz. bopta. İstem için. Bu arak degeni bana. Öyle rum kılmadan koyup içken mi? Botlu güret dersli götürüp istiyorsan yok ara. Alamet teyze boludu. Çek, içinde. Götürüp de içinde değil mi? Madem abi o. İşte burun sorunun kayısı boyunca kadeh sözü kılmasan katli bulmaydı cuma. İşte yeriz kadeh sözü kılıp dersli götürüp içinde. Kadeh sözü. Bu kadersizler? Ha? Ne mi devam edeceğim bunu ha? Ne mi desem o da görür. Makle. Mening ismim To'xta. Bu arakni ichkim yo'q de. Ma do'stlarning ko'ngli uchun ichki yurgim to'liq so'q de. Xo'sh. What? Bu arak deganda achchiq deb anglagan bu tarqaroqgina chiroyimni purishtirib ketibdi men. Anda bo'lsa buning hammani ichirsak. Yol ayakta kaldı. Hey, Şolvaz. Ha, Avu kasap go'shtni az berdim değil mi? Yengilli turda bu. voy gapni az qilib chapsaroq mang'ayli. Bo'ynoq uyda yolg'iz qoldi. U qo'rqdi. Ana. Şolvaz. Ha. Bu hele lilla kasap o'xshaydi juma. Bu Voy go'shtni hozirli lilla emaskan. Ko'rdingmi? Ta'vatligo. Maqsud. Yolg'iz qoldi. Uy, yo'lma yoqda, maqsa, yo'lma. Kızdı kodun geldi. Ha, qanday qiziq ekan, ha? Hey, Şolvaz. Ha. Tabii saran kasabı ne mi var? Bu go'shtni xato tatib berdimi? Bag'an bir egilish kelib qoldi. Oy. Gapini chiqqin. Hey, Şolvaz. Alaboynaqning mijozi meni tatdimi yo seni tatdimi? Sendan bir savol so'rab baqay, deb baqaqina. Ha. Albatta meni tatdi-da. Mana meni tatdi. Yo'q, meni tatdi. Meni tatqachqa, sizga yo'lvasiya menga o'xshab turmandayna. Amisa, men sizdan bir savol so'rab baqay. Ha. Alaboynoq sizlarga amroqmi yoki menga? Menga biroq Yo'q, menga amroq bo'lg'achqa, kishi yo'lvasini yana meni sizyotidi. Qarab baqsa. nima? Raz shunda qildingmi?
Bayağı maliye işhanesinden çıkamazsam, tohtu degen kalba maaşımı ağılım aldım der. Maliye işhanesi kirip gidiyordu. O kayıtıp çıksa, onu tutuverip pulunu heyzet bilmedi. Ey tan, bir tiyini dışıdan 10 katıp övüle tutulan o kalva. Yana kaçlaşıp unumasın ki. Unumaslık demez. Karap dur. Üge, bir açığını yaman koy, ha? Karaganda akşam fotonunla toktap durun, özü iş kıslap durun der. Evgi televizimge atmadı. Ya. Mehmet. Biz kaldı, ha? Koyanlarsın be. Ötken günü soğan sonu koyup edemde 3 gündür ahmak istemez mi ha? Ya böyle küçük olurmuşsan siz ahmakla oynaydıgan. Açık gelgende şum etti. Emiz görüp rasa içip bileyli. Ya. Men arak içmeyme. Boldu. Benim açığım yandı. Ya. Bugün harak küçüklerimiz küçükken. Bizi mihman kısamı kılırsan, kıbrısamı kılırsan. Onda kısak olmaydı. O maaşla ballarımla, otun ballarıma hecimden buna aç kaldı değil mi? Onun bundan karımız yok. Ben mi aç kaldı be? Onun bundan bir karımız yok. Çıkılıp yürüyen maaşını aldım. Biz de çok mihman kılırsan. Eğer mihman kılırsan, doktor kol, apatan oğlan. Bu. Ama yollar yolda yeter çırğa yol vermez. Emminin ne gapırdı vallahi. Bunda kudratım ben ne gip kaldım deymadım. Ama kulağımı kıyarı ettim. Deyme. Yolda yetip çırğa yol vermez. Yollar yolda yetip buna Kiram. Esselamu aleyküm. Ulan, doktor kol. Kene oturun. Oturun. Ne işiniz var mı ki? Şu demeliş günü ki ballarımga balçık apırıp oyuntu deb verdi berip koyup ken ben. Onun üstüge öydümü unutub yap kapta. Şunu biraz koy pul berip turam deke deb tunan yallarga kirişim şu. O tek tünel yılını maaşına katkan tursa bugünle karı sonra biriyorsunuz go. Akşam bir yer bağa aşağıda bir tüyüm mü kaldırmay eşit tuttu ne? Şunca cıhpılını tüket gidek kıymetrek bir nerse setvağa okşumaksınız. Ya! Bunu demisem bulup derdi. Elaka maaş kandaki valla başlıkı çakmaz. Bugün bizni mimar kımsan bulmaydı deb turmaganda şunun bilan o balalar restoran verip tak. Şunun bilan araq içip, şunun bilan yana içip. Men mesokatım. Meni o balla eglaba terekni quchoqlab yatqizib qo'yapti. Men bir kecha aşağıda terekni quchoqlab yetib qoldim. Asli mundaq pishganda bo'ladi. Siz birdan o'tirib turing. Men chiqib kiray, ha? Ma'qul. Ma'qul. Chiroyli bizim ekan. Akşam alanat kızı kısmı oldu ya.
Toktafının börtlenip koymay, hani bunu aşağı emez mi? Gerekli bir kişi kuşakla. Tam atılgandı akşam. Hep degen kopsa. Yançıqını börtleyi yok. Yürügi içip, köygen topu dey. Buraya turamaz toplağı bakça, o kalma. Kira. Oy. Oy. Başla. Oturup yatsanlar. Ha, bizden. Başlayaq. Kelan oturup. Bo'ldi, rahmat. Azroq pul lozim bo'lib qolgandi. Sizlar bormidi? Qaysilik? 300 so'm. 300 so'm? Ha. Manda tashrif borkan. Menda 100 so'm bor. Ha. Mende 2 so'm bor. Belli. To'xta yo'lvasining tunugungi ziyofatining haqqi chiqdi. Sizlarmi ajoyib mardkansizlar juma. To'xta yo'lvasini obdan kutyapsizlar. Biz xizmatdosh emasmi? Ha, ma'qulsan. Men chiqay. Gördünmü? Ma toxtu degen go'cha qara, akşam qishni boshliqida boshliq onunga yon besib, mana bizni mushuna chekdi. To'xtab tur. Undaq qazanı, bundaq kömürüşler bizim onu bir joylaylik. Qana joylaymiz. Belli. Bunu eylem. Bana bu siz akşam peşigen pulamaz. Vallahi bağış kapırıp obdan oyun tikilersiniz. Bu da... Oldu. Bunu soyuştu kılmayı. Hatırcam kaçlar verin. Vallahi onunla obdan oyun tikilersiniz. Maqlı. 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 Ben endi chiqay. Maqlı. Maqlı. Hoş. Bak. Hoş emdi. Barımız bağcığa, her hoş emralarım, ya ögünlükке, yanı kilmen kışınlarga, lay 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 lay, lay 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 lay, turbulanı tevşürüp, sunu mekkem itüdep, Aynen. Hapishane. Gördün mü ne? Gördün mü? Hapishane.
Ana. Dada, Ha? qo'rqim bek ichib ketdi. Qo'lsana chiqib ketdi? Ha. O'ylab baqsam, meningmi qo'lsam chiqib ketdi ha. Bo'ldi. Malni biz qo'yib turib, oyoq berib tamoq yeb olaylik. Qo'lsana chiqdi. Menimcha. Mananga mayanqa. Ha. Жаңа shu bir ishni uqmaydigan xotinda ham shu. Yo'lin saqon. Ha? Ma qo'saqmo to'ydi. Ha. Heribmo ketdi. Ha. Endi bunday o'tirib birdan aram amonda. Shunda qilaylik xotin. Ay, tarafga berib, o'tiraylik o'tirg'a yetib. Menga tarafga. Qilaylik juzi. Yo'lin saqon qarsa. Yo'q, pishiram. Hep kunda bir nomus qilmaydigan bir haqkin o'tirib ketganni. Mayan qara. Mana ishdi. Oyundan ne bileyim ha. Anam alaydı. O zaman güzeldi. Ha? Hoş oldun. Hoş oldum. Boynak. Birden o'tirgandan keyin taraf bergan ay. Yo'lvasada Ha? men bek usab ketdim. Nima? Usab ketdim. Ya Allah. Endi bir o'ttasa, to'limi gap qildi ekansa. Qo'pa, öpesem öpürey. Tata bak kulağımda. Şun tatmazsın bana. Hey, Ha? sen ma cayağında müdürlümay oturup doğun cuma. Ma'qul. Baka tepşenmay kalım zile. Ma'qul. Ha, oturacağım. Ay, ishtigra kelinglar, ha? Ha, ma'qul. Geldi kayna. Nima lazım? Ilqi nimita? Ilqi bir tal muz to'qmoq. Muz to'qmoq? Ha. Cho'kimiz sana. Aras muz cho'ka. Yo cho'kimiz. Bir talma? Ha. Nang. Oleva, boynak. Ya. Ha, maya biteras bu. Mana. Bunaqa pashpil chiqish qilmaydi. Xapamay tegishib ketdingiz bo'pti. Paşpı yok mu? Yo'q. Anda olsa ben bunu iyice yapıp paşla bekiley. Ma boynak oğlam, ma muzcuk çokumuzun yerde oturup, yep tutun oturam yerde. Ha, mana içip, yep mi de oturup da, makma tegişip bile yavaş yapıp. Makma, hazır kelime. Gelişken yol var sen ey. Şundan körüp jürettim yine. Bana bugün umumdu gördün. Bana okşaş yol var sen bu sen bana okşaş. Yeter. Gile. Kendimden aymayman go senden. Gile. Hey yol var. Bana okşaş yol var. Oynakken o bu bana. Başım al oynak.
Resmi şok alıp oynarken de buna. Oyna. Ya. Ha. Nay. Hey, han vakti. Alıp oynak kene. Ha? Kene wa? Sen de sorayda. O bir gannet kaganda. Vacan. Astagfirullah. Ras. Ilqi muz tokmakçının ilqi muz kaltakçının neydi? Muz çokçının yedi kaptı muz çokçının. Astagfirullah. Kupe içtik verip de olaylarını bulay. İçtim ağır. Alıp oynak. Oğlan. Senin balam. Bizim bu korkup yatırım. Sert oldu. Mana. Rahmet. Bana içtik ya. Kirem. Do'stlar, meni chaqirtgansiz, biror ish bormiki deb. Chaqirtgan. Hey, nima ish qilganingizni bilamsiz? Yo'q. Bilmayman. Hey, qarang, qo'yga ishingizni. Sizni shu topda qandoqli jazolasak arziydi. Oldingi kuni siz suv turbusini apay ketib, bütün binaga suv to'shib ketdi. Siz bog'chada xotin bolalaringizdan behramat o'ynab yurganingizdan bütün idoradagi xizmatchilar bir kun binoning suyini tozaladi. Hey, mushundoq bexatarlik qilyapsiz deyman. Bu men kecha vaqtimda bütün turbuni tekshirib, itib ketgan tursam bo'ldi. Qandaq bo'lmasin, siz mushkalatning tozaliq ishchisi bo'lgandikan, sizning mas'uliyat bor degan. Ben bu işi tekshirib bitirib turishga, siz binoning tozaligini qilmay, chiqib yo'lning tozalığını qiling. Chiqib yo'l toza. Bo'ldi. Qolgan ishlarni keyin bitirib qilamiz. Bu ish o'rningizda mas'uliyatchan bo'lib, obdan ishlar, biray sodir bo'lib qolsa, oxirgiga o'zingiz egan. Bo'ldi. Men shundan boshqa. Bo'ldi. Chiqib ketsangiz bo'ladi. Hey! Let's go. Ceremony. Mal Ceriman ağan talon! Talon! Ma elini Hey! Dostlar,
Eskiden geçmiş aramama işler dikende. Birden oturup aramamam da. Ha? Bunu da aramazsak alayla. Tutup da ma elinde ya. İyi de oturayla. Tamam. Gel. Otur. Otur. Tokka. Ben senden bir sual sorayım. Cihanda en rahat iş nime? Rahat iş? Rahat iş. Şu Montarı tutab ketganda o burniga kirib ajin qilish. Hey, topammidan. En rahat ishga qara. Qo'saq toza ochganda og'iz to'la bir narsa yeyilish. To'g'mi? Qaraganda sening qo'ltig'ing sal echib qoldi-da. Sen bu yerda mudirni o'tiribsan. Men yey berib azroq yeydigan birim tepkila ya. Ma'qul. Qo'zg'olib ketmay o'tiribsizmi? Ma'qul. Juda ma'qul. Yerda o'tir. Mananni keldim degan afga. Buni endi qilmaymiz deb ishkeli. O'li. Dina. Sening qo'zg'ong qanchalik ochdi? Uqmayman. Uqmaysa? Yo'q. Anda bo'lsa, men mananni bunda g'irishlayni. Qanchalik yeging o'tmag'u, dal shu yerga da desang, men shu yerda nanni o'chkiman. Mana. Ma bo'ldimi? Yo'q. Yo'q, bo'lmadi. Mayladin ustam bo'lamda? Ma'qul. Ma'qul esa. Mana qarab tur, Uy. O da? Mana bunu vago adil taqsim etdi. Çoğ. Ya. Yine? To'xtaxu. Qadra, yangi qizlar o'rnalib kirib qolgansizlar? Ko'nmaymi amal yo'q degina. Qaymoq yeganmishning yuz to'van degandek yuvashlik bilan ishlab ketganini ko'rmadingmi? Biz ishdan tushgani qara bo'ldi. Tabiiyki, qadada ishlayapsan, peshda o'rgan tushirib yana. Bu degan erkak yo'lga tursa, kishi o'tsa endi birni qirs qilib qo'qtayotganda. Hey! To'xta! Menchilar? Bo'ldi. Nang yanchiqni o'zingning yanchiqni aqturgandek aqturyapsizlar? Chiqara portmalni. Bo'lmaganlikka qanday qoldiq ekan? Portmalni chiqadi o'tma. Yo'q, chiqamayman. Chiqamayman. Chiqara. Yo'q. Sapsın nima, ha? Sapsın nima? Aram ne yo'qlabsan? Gidib yo'qlabma, ha? Yine bakayım. Odu. Allah'ın mamdına. Allah'ın canına. Dur. Ne şunu? Bıçıda atrafta. Lan çiçeğim. Geç. Ne oldu?
Kayfiyatın bekip duruyor mu? Akşam portmanını koydu oldu. Nime? İşçi de moyunlar sırrı yok gitti. Üstüsün mehbulunan olmasını çekip attı. Mahçır takımı. Kırım! Ademni bizar qilib nima kirdim? Sizga bekatdan para turmagan bo'lsa portmanimizni o'g'irlamaydi. Men Nima? O'zbekning tutatmak deganda kuzun chelmay kashash yoqmoqchi. Asli ish qanday? Aslish manda Tüliguna bekatda bir yanchiqchi sizning yanchiq oldi manda qilib oqtirib portmanimizni ilib olganda shuni bilan men o yanchiqchi bilan urushib mushmushib undan keyin portmanni ilib oldim. Nima? İlib oldingmi? Ha? Shu. Mana. Birini bile sakla. Safka. Bo'pti. Anda bo'lsa men chiqib ketay. Ma'qulmisiz? Kiram. Bir iş var mı ki? Başlayaq. Men sizga bir ishni demak istedim. Devir. To'xta yo'lbars. Asli gunohsiz. Koridorning suyini biz qo'yayotgan edik. Nima? Bu ishni rostla sizlar qilganmi? Shundoq. Biz uqmoq to'xtashdik. To'xta yo'lbars. Asli aqyumul sada odamga. Bizni qanday jazosimiz mayli. Mümkün bo'lsa to'xta yo'lbars mush bilan ishlab qolsa. Asli ish mundaq keldi. Sizlarning xatolig'inglarni tunug'ininglar, yaxshi fazilatinglarni ifodaladi. Bu ishlarni men surishti qilmay. O'tgan ish salovat. Bundan keyin bundaq ishlarni qilmay, xizmatda astoydil bo'lib, xizmatdoshlar o'zaro ittifoq etinglar. Boshqa ish bo'lmasa chiqsangiz bo'ladi. Ma'qul boshliq, men chiqib ketdim. Taknika. Taknika. Çatsan işinizi taşlab idare qilib bering. Boshliqni chapsan kelsin deydi. Nima dedi ku boshliq? Burun sho'rni ishlaydigan o'xshaysiz. Chapsan bering to'xtika. Burun sho'rnda? Muborak bo'lsin. Men ketdim. Xo'sh, to'xtika. Haqli. Xo'sh, men mana ishni qilib baray. Ma'qul. Hamma ishim tugdi.